Tamerlan Legal Group taqdim etadi. Ismoil aka bitta 01 holati bo'lgan. Hop, Mashina parkovkaga olib kirib qo'yilgan. 3-4 oydan beri yotibdi. hop. GAI bilan gaplashganimizda hujjatlarni, ya'ni ish materiallarini sudga chiqarmagunimgacha mashinani olib chiqmaysizlar parkovkadan deyapti. Shunga fikringiz qanaqa? Haqiqatda amaliyotda shunaqa holat bor. Hattoki GAIlar orasida bitta gap borki, ya'ni ma'muriy huquqbuzarlikni 1 yil davomida qo'llashsa bo'ladi degan tushuncha borda. Bu lekin aslida noto'g'ri tushuncha. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 282-moddasida ma'muriy huquqbuzarlikka oid hujjatlar, ya'ni bayonnoma, unga ilova qilinadigan dalillar huquqbuzarlik sodir etilgan paytdan boshlab 3 sutkadan kechiktirmay o'sha bayonnomani, ya'ni ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishni ko'rib chiqish uchun vakolatli bo'lgan organga yuborilishi belgilangan. Vakolatli organ, ya'ni bu yerda sudmi? Transport vositalarini mast holatda boshqarish bo'yicha rasmiylashtirilgan huquqbuzarlik ko'rib chiqishga vakolatli bo'lgan organ, ya'ni 01 da ko'rib chiqishga vakolatli bo'lgan organ sud. Ya'ni bu degani sudga 3 sutkaning ichida jo'natilishi kerak. Ayni paytda sudda ham ushbu ish GAIdan kelib tushdi. Sudda ham o'zini muddati bor, ya'ni ko'rib chiqishga vakolatli bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 305-moddasida keltirilgan. Ya'ni vakolatli organ yoki mansabdor shaxs ma'muriy huquqbuzarlikka oid bayonnoma kelib tushgandan keyin uni 15 kunlik muddatda ko'rib chiqish kerak deyilgan. Ya'ni bu degani ma'muriy javobgarlikka asoslanadigan bo'lsak, huquqbuzarlik sodir etilgan paytdan boshlab to u sud yakuniga yetgungacha bo'lgan bosqich 3 sutkalik GAIning muddati, 15 kunlik muddat sudning muddati, ya'ni umumiy 18 kun muddat ichida aslida ko'rib chiqilishi kerak ma'muriy javobgarlik to'g'risida. Ya'ni bizning holat ham 18 kunda ko'rib chiqilishi kerak edi. Aslida qonunchilikka muvofiq shunday bo'lishi kerak. Lekin hozir 3-4 oydan beri hali ham ko'rib chiqilgan yo'q. Ya'ni bu yerda sudga materiallar chiqarilgan yo'q ekan, bilishimiz bo'yicha. Bu holatda GAIni asossiz ravishda ish hujjatlarini sudga chiqarishni cho'zib yuborganligi ustidan kimga shikoyat qilishimiz mumkin? Aynan hozir siz aytayotganingiz transport vositasi ushlab turish masalasidami yo muddat cho'zilish masalasidami? Ikki holatda ham deylik, ya'ni o'sha hujjatni chiqarilmayotganligini asos qilib mashinani ushlab turishibdi. Holatda transport vositasini ushlab turish holati bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 293-moddasiga ko'ra transport vositalarini ushlab turish holati bo'yicha yuqori turuvchi organ, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi bo'limi rasmiylashtirilgan bo'lsa, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga shikoyat qilish mumkin, yo bo'lmasa prokuror yoki sudga shikoyat qilish keltirib o'tilgan. Muddat buzilishi masalasi bo'yicha aynan yuqori turuvchi organga yoki sudga yo bo'lmasam prokurorga shikoyat qilish kerak. Bevosita o'sha ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlarni ko'rib chiqish jarayonida yuqori turuvchi organga shikoyat qilishi ham mumkin. Maqsadga tushunarli. Bergan maslahatlaringiz uchun rahmat aka. Sog' bo'ling. Tamerlan Legal Group sizning ishonchli hamkoringiz.